mijozingizni baxtsiz qilishni o'rganmasangiz, servis sohasida chempion bo'la olmaysiz. Xo'p, bu nima degani? Tasavvur qiling, siz servis sohasida ishlaysiz va sizga qaysidir muammo bilan, qaysidir muammosi bo'lib turib, sizning mahsulot yoki xizmatingizga aloqaga chiqishyapti. Va o'sha muammoni o'zini yaxshiroq o'ylab turib, agar bu narsani hal qilmasa, yer yuzida undan-da baxtsizroq inson yo'q deb holatga olib borishingiz kerak. Shuni ko'rsatib bera olmasangiz tushuna olmaysiz. Nega keldingiz o'qishga? Nima muammongiz? Savdoni oshirish uchun. Nima oshirmasangiz nima bo'ladi? Yuribsiz, normalniy 46 Oshirmasa, shu model bo'yicha ishlamaymiz, tarmoqlar ko'paytiramiz. Oshirmasangiz nima bo'ladi? Bizga planimiz bor-da, yillik. Bajarmasangiz nima bo'ladi? Menda imkoniyatlar kamayadi. Zo'r. Ya'ni lavozimingizni pasaytirib qo'yish mumkin yoki palnamochani vakolatni cheklab qo'yish mumkin yoki sizga yengil loyihalar bermay qolishi mumkin. Shunday. O'zingizni qanaqa his qilishni boshlaysiz shunaqa bo'lsa? O'sha to'xtab qolgan yoki Minskga ketayotgan his qilaman. Yomon his qilasiz, to'g'rimi? Uyga borsangiz kayfiyatingiz bo'lmaydi. Doim kayfiyatingiz bo'lmasa nima bo'ladi? O'xshamaydi-chi. Nima bo'ladi? O'xshamaydi-da, yurib tushkunlikda bo'ladi, hammasi. Tushkunlik bo'lsa, sog'liqqa ham ta'sir qilishi mumkin. Shunaqa? Nima bo'ladi ekan sog'lig'ingiz ketib qolsa? Xudo ko'rsatmasin. Ishdan ketishim kerak-da oxirida. Ha, demak, o'qishga kelmasligingiz sizga qanchalik qimmatga tushyapti? Tushundim. Ana shunda sizga hech kim qimmat ekan, yo'q, o'ylab ko'raman degan e'tiroz etishmaydi. Sizni o'ylamasdan o'sha sotib olishni boshlashadi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.